Yaz vaqti kelib qoldi, so'q ishimlik dükkan açsam bo'ldi, o'rni yaxshi yerga dehshat o'rnima dükkanı bilan keldim. Men kenar dükkaniga o'tdimmi? 10 kilometr marasi var o'ziniki. Shart-sharoit intayin yaxshi ish qildi, tinchachaq va bunda akşamdan oldin shokor qilamsizlar, so'q ishimlik maraji menjilim bor. To'qchilik qilamiz. Nima ish qilsam bo'ladi dükkanimizga keldim. Unda olib qas to'xtamashliklarimiz o'tgandagi dükkandan tuzik oldi bir ko'rsatdim men. Mana bu dükkandan keyin oldining marasi mushtirikdan boshlab mana mishakaga bangshan qo'yamsiz, nongsan qo'yamsiz, nima tizavasangiz, qo'g'in tavsiz qilasizmi? Men o'zimiz kebab bilan shokoxona so'q ishimlik dükkan qaziyamiz qildim, ishladim mana kelib. Ahir Türk vaqtcha. Dükkandan oldi bilan o'rni marasi so'zlab o'tdim. Marasi alaydi yaxshi. Viskasi ayırınızmı? Viski çıkılam çidap kalsanız, pul çidap kalsanız. Saat 15-16 metre viski asıqlam yirmama dükkanın ki. Eyni vaqtda ben viskisine asıqay urunu bir çaravagan dükkan mağı. Ben bekindiki bir yaga, bu viski asıqay urunu mu da aşırı kılmada 5-4 metre çaravagan urun mağı. Tamının özüne koruk tamına. Yani o gibi doğru gelmeydi hazır. Dükkanı için görmez. Bana bir şey etrafka, bana bir şey kanda paylansın, coğuz benden tutup koyap. Mesela ma etraf kavaktanın birini koyup bir çetke. Ma etraf tam oturabla 5 tane coğuz siresiniz mi bulduğun? Yaga işgaldik tinçaçan merak Sazma bolduğun akşamga maşin gelmeye qayar bu. Onun degandim bu bir satırışxana köpçülük. Satırışxana bolğan bilen satırışxana açdığanlığımı toza boldu. Mesela Qashqajar xil tanlıq satırış İslamda ba yaxşı yerden uruzlab qalla. Satırışxana qımmaydın bilek kesip qilmay yig'ilib qalsanlar ona. Nurimanxona, aşxana degan qilsanlar bulardı. Dükkandan shel-sharoitda mendaroq keldi mana. Fishbuchak dükkanga, fishbuchak o'rnida g'azab kelgan dükkanga mana bu. İçinde damal suvxonasi bor. Suvxonasi paylanıldı. Damal qilmiş xamboxona yoki uşaqshak shokoxona bilan har xil turga so'q ishimni qilib olib qolsanglar mana tamamen bo'ldi o'rin. Men atrofda ya yo'q, oldichga tuqagan bo'ldi deyishdi. Endilikda bu dükkandan o'rni qisib ketdilar. O'rnga qalsa Qashqar mehmonxonasini oldirga Shimingandan qarashtiribdiki, bu shu Baxchikan Qo'ltiroq rayonining ostida. Men dükkandan ko'zlanmak dükkanga men qaytaman har shiraqadan qaysanlar viskanglar zat har qanday men degan mana do'yinga ilan bagini yaxshiroq visk oldi ekan men bu. Visk qo'yadigan sharoit bek yaxshi ish qildi, tinchachaq mashg'ulon oldi. Ish qildilar, qarashib jo'mbat o'tirgan beketlan ba, qolgan deb saatda men ko'rgan bo'lsanglar mana meyli O'ltiroq rayon bo'lsin, meyli bir to'y merikzal o'tkazilgan bo'lsin, cho'ng-cho'ng tutga choyxona, qahvaxona deganlar bekchi qo'rim mana bu. Unda olib qolsam, o'sha kelib biz so'q ishimiz dükkan ochsam bo'ldi. Muqim do'yinda sasim bordi. Yoki men do'yin to'layirib, to'rga ilan bir yurib, dükkanda tashviq qilmay yig'ilib qolsanglar, mana dükkan selbe bir tashviq qilibetsanglar, dükkan g'azab o'rinma dükkan. Alaqishli buni deb birma, dükkanimizdan yillik ijarasi 30 ming koy. 10-nji aydan birgacha ijarasi to'laylik. Bu dükkanni 50 ming koy bam qanfilga bir etmekçi. Unda olib qolsa qog'ini 100 tirani kelib deyishib qilib, bu dükkan bilan agar bir kelishib qilib qolsanglar, satirish qilmay ben satirish qilib men bu topqavrim men. Lekin biz so'q ishimlik benjilin uchi shovkar degandek, rang pizxona degandek menda ya chiqib qolsanglar, dish qilib qavrim men. Alaqishli bu nomer 151 9988 99 54 151 99 88 99 54. Unda olib qolsa men dükkanni men tavsiya qilib qo'ydim. Qog'in tanlash sizda. Unda olib qolsa gap sizda qolib qoldi. Qog'in tanlash o'zingizda. Endi men jikim demayman. Menda dükkanni shil-shil bir atal ushlab qoladi. Yo'lkin qog'ini shu titrab qo'ylab deb po'cha dükkan tugab ketdi. Xayr xo'sh.